innovatsion ta'lim va tibbiyot universiteti 2022 yil 28-iyulda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan taqdim etilgan litsenziya asosida o'z ish faoliyatini boshladi. Dastlab ta'lim muassasasida davolash ishi va stomatologiya yo'nalishlariga talabalar qabul qilingan bo'lsa, hozirgi kunda institut 2024-yildan universitet maqomini qo'lga kiritdi. Ayni damda universitetda 8 ta bakalavriat, 10 ta magistratura hamda 28 ta klinik ordinaturada 2000 dan ortiq talabalar tahsil olmoqda. Bugun inson umrini uzaytirish maqsadi yo'lida shifokorlik abadiyat kasbi degan shior ila tinimsiz harakatdamiz. Ta'lim muassasamiz 30 dan ortiq tibbiyot markazlari, birlashmalari, klinikalari bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatgan bo'lib, bunda talabalarimiz o'zlarining nazariy bilimlarini amaliyotda, real klinik vaziyatlarda o'rganmoqda. Nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash, muammoli klinik vaziyatlarda diagnostika, davolash, jarrohlik amaliyotlarida tibbiy bilim ko'nikmalarini shakllantirishda juda muhimdir. Nazariy bilimlarni amaliyotga bog'lab o'qitish, talabalarni turli sohalarda ishlash va ular o'rtasida samarali muloqot o'rnatishga o'rgatadi. Bu o'z navbatida talabalarimizda kengroq yondashuvni rivojlantiradi. Respublikamiz tibbiyotida har tomonlama yetuk mutaxassis shifokor sifatida xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi. Universitetning stomatologik markazida yuqori sifatli diagnostik asboblar, davolash uskunalari, protezlash, ortodontik yordam uchun zarur materiallar va apparatlar mavjud bo'lib, bu stomatologiya sohasidagi ta'lim va amaliyotni samaradorligini ta'minlaydi. Shuningdek, markaz bemorlar uchun eng so'nggi tibbiy texnologiyalarni tatbiq etishga imkon beradi. Bu esa tabiiyki talabalar va shifokorlarga amaliy yordam ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Universitetda volontyorlik tizimi yo'lga qo'yilgan bo'lib, bunda talabalar bemorlarga nafaqat tibbiy yordam ko'rsatishda, ularning ehtiyojlarini chuqurroq tushunishda, sog'liqni saqlash tizimini ichki jarayonlarini o'rganishda, shuningdek klinik tajriba orttirishga, tibbiy etika, professionalizmni mustahkamlashga, shifokorlar bilan birgalikda samarali jamoada ishlashga, shifokorlik ko'nikmalarini shakllantirishga imkon yaratadi. O'z navbatida ularning kelajakdagi stomatolog yoki shifokor sifatidagi kasbiy faoliyatlariga mustahkam asos bo'ladi. Ta'lim muassasamizda bugungi kunda 180 ga yaqin malakali professor o'qituvchilar jamoasi faoliyat olib boradi. Universitetda har yili Ibn Sino izdoshlari an'anaviy talabalar fan olimpiadasi tashkil etiladi. Bu kabi olimpiadalar talabalarimizni murakkab muammoli vaziyatlar yuzasidan fikrlashga hamda eng aniq yechimlarni berishga undaydi. Bugungi kunga qadar talabalarimiz 2023-yil 15-16 dekabr kunlari Samarqand davlat tibbiyot universitetida bo'lib o'tgan Samarqand 2024 xalqaro fan olimpiadasida, 2024-yil 16 aprelda Toshkent tibbiyot akademiyasida tashkil qilingan Avitsena izdoshlari 4-xalqaro fan olimpiadasida hamda Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutida 2024-yil 24-26 yanvar kunlari bo'lib o'tgan Abu Ali ibn Sino ta'limotidan 3-renessansgacha kabi olimpiadalarda talabalarimiz faxrli 1-, 2- va 3-o'rinlarni qo'lga kiritib, diplomlar bilan taqdirlanishgan. Tibbiy ta'limni takomillashtirish, yangi texnologiyalarni joriy etish va tibbiyot mutaxassislarini tayyorlash sifatini oshirishga qaratilgan tibbiyot uchun muhim va dolzarb masalalar yuzasidan Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universitetida tibbiy ta'limda innovatsion texnologiyalar, yutuqlar, muammolar va yechimlar mavzusidagi respublika miqyosidagi ilmiy amaliy konferensiya tashkil qilindi. Unda innovatsion texnologiyalarni tibbiy ta'lim jarayoniga qo'llashda erishilgan yutuqlar tahlili, virtual simulyatsiyalar, 3D modellashtirish, tibbiy video darsliklar va onlayn ta'lim platformalari orqali tibbiy bilimlarni yanada samarali, interaktiv o'qitishning afzalliklari,
tibbiyotda sun'iy intellekt, genomika, big data, katta ma'lumotlar, robototexnika, telemeditsina kabi sohalar, tibbiy mutaxassislarni tayyorlashdagi masalalar yuzasidan fikrlar almashildi. Ta'lim muassasasida talaba yoshlarning mamlakatimizdagi qonun ustuvorligi, sud huquq tizimidagi yangiliklar hamda fuqarolik jamiyatini qurishdagi roli va o'rnini nechog'lik ahamiyatli ekanligini tushuntirish maqsadida birlashtirilgan dars soatlari tashkillashtirib kelinmoqda. Talaba yoshlarning o'zlashtirayotgan nazariy bilimlarini amaliy tashkil etish, shuningdek vatanga muhabbat, tarixga xolisona baho berish ko'nikmasini shakllantirish maqsadida ko'chma dars soatlari, ingliz tilida tarix kabi loyihalar ishlab chiqarilgan bo'lib, bu orqali talabalar yurtimizga tashrif buyurgan chet ellik mehmonlarga tarixiy qadamjolar haqida ingliz tilida ma'lumot berishadi. Mazkur loyiha talabalarning speaking ko'nikmasini oshirishga qaratilib, o'z natijasini bermoqda. Universitetda Zakovat intellektual o'yinlari haftaning har payshanba kunlari o'tkazilib kelinib, jamoalar soni 12 tani tashkil qiladi. Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universiteti talabalari darsdan bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida sport musobaqalarida faol ishtirok etib, 8 ta oltin, 6 ta kumush hamda 15 ta bronza medallarni qo'lga kiritdi. Oliy ta'lim muassasasi talabalari o'rtasida 5 tashabbus olimpiadasi doirasida sportning streetbol turi bo'yicha viloyat bosqichida Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universiteti talabalari ishtirok etib, faxrli 3-o'rinni egallashdi. Universitetda talabalarimizning mazmunli hordiq chiqarishi, dam olish va ijodiy salohiyatlarini namoyon etish imkoniyatini yaratish maqsadida keng ko'lamli, rang-barang konsert dasturlari tashkil etiladi. Ushbu tadbirlarda talabalar o'zlarining musiqa, san'atga bo'lgan qiziqishlarini namoyon etib, ijodiy yondashuvlarni oshirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Shuningdek, konsert dasturi talabalar uchun yangi g'oyalar, ilhom olish va san'at orqali o'zlarining ichki dunyosini ifoda etish imkonini beradi. Ta'lim muassasasida an'anaviy tarzda iqtidorli va yuqori salohiyatli talabalarni rag'batlantirish, taqdirlash maqsadida yil yakuniga bag'ishlangan tantanali tadbir tashkil etilib kelinmoqda. Unda professor o'qituvchilar jamoasi universitetdagi ta'lim va ilmiy faoliyatni rivojlantirishdagi yuksak natijalari uchun munosib rag'batlantirilib, o'qituvchilar va ilmiy xodimlarning ilmiy tadqiqotlaridan foydalangan holdagi innovatsion darslari, muntazam ravishda ilmiy konferensiyalarda ishtirok etishlari, yangicha ta'lim metodlarining joriy etishlari, talabalarga sifatli ta'limni taqdim etish borasidagi yutuqlar e'tirof etiladi. Rag'batlantirish sifatida Ravon Nexia 3 avtomashinasi, diplomlar va esdalik sovg'alar taqdim etildi. Bu esa ularning professional o'sishiga qo'shimcha rag'bat bo'ldi. Shuningdek, bunday tadbir o'qituvchilarning kasbiy faoliyatdagi muvaffaqiyatlarini keng jamoatchilikka tanishtirish va ularni o'rnak, ko'rsatkich sifatida baholanishiga yordam berdi.